Bir vaqtlar Uchqo'rg'on tuman markazini tashrif qog'ozlaridan biri bo'lgan, yaxshigina lokatsiyalaridan bo'lgan vokzal, bu mehmonxona ancha qarovsiz qoldi bu yerlar demak. Ayniqsa vokzalning ichki ishlariga olib boruvchi yo'llar juda bir xarob ahvolga kelib qolgandi. Mana endi shu yerlarda ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Qarang, yo'l qanchaga kengaydi. Salkam 2 baravar, 2,5 baravarga kengaydi. Yo'llar kengaytirilib, tuman markazigacha bo'lgan joylarda mana yangi yilda ifodalovchi tungi yoritgichlar o'rnatilyapti. Bu tarafda ham xuddi shunaqa ishlar davom etyapti. Ulug'bek aka o'rnatyapti. Demak, tumanimiz kundan kunga obodonlashtirilib, chiroy ochib boryapti. Demak, bu aholimizga xush kayfiyat beradi. Xudo xolasa mana bu joylar ham ishlamay turgan binolar ko'p bu yerda. Bu binolar qayta ishlanadi. Demak, yangi loyihalar olib kiriladi. Bu yer oldingi holatidan-da obod maskanga, obod lokatsiyaga aylantiriladi. Shu bo'yicha hozir rejalar amalga oshirilyapti, loyihalar ishlab chiqilyapti. Mana bu yo'lda ham aholini qiynab kelayotgan notekisliklar bartaraf etilish arafasida.